xalqaro universiteti hafta davomidagi eng muhim yangiliklar. Toshkent kimyo xalqaro universiteti laboratoriyalarida talabalarning navbatdagi tajribasi o'tkazildi. Elektron qum soati yaratildi va qishloq xo'jaligida qo'llash mumkin bo'lgan dron sinovdan o'tkazildi. 5 tashabbus doirasida futbol bo'yicha Olimpiadaning universitet bosqichi ham o'z yakuniga yetdi. G'oliblar aniqlandi. Janubiy Koreyaga rasmiy tashrif bilan borgan delegatsiyamiz esa tibbiyot sohasida yangi hamkorliklarga yo'l ochdi. Endi tibbiyot yo'nalishidagi talabalar Koreya universitetlarida amaliyot o'taydi. Shuningdek, talabalar va professor o'qituvchilar o'rtasida ommaviy diktant challenge start oldi. UzAvto Motors esa Qt mashinasozlik yo'nalishi uchun katta sovg'a taqdim etdi. Onyx va Cobalt avtomobillarining dvigatellari universitet laboratoriyalariga topshirildi. Muhandislarimiz esa kir yuvish mashinasi va printerlarni dasturlash orqali yangi tajribalar yaratishmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, innovatsiya qimmat texnikada emas, g'oyada. Bizni kuzatishda davom eting.